Assalomu alaykum do'stlar. Bugun kunlaring xayrli va barakali bo'lsin. Sankt-Peterburg shahrida ajoyib tish doktor opamiz bor. Aynan har doim men tishlarim chiroyli qilib qo'yadi va aynan Sankt-Peterburg shahrida suv yomon bo'lgani uchun ko'proq tishdan o'zimizning yurtdoshlarimiz ko'proq aziyat chekadi. Men Dilorom opamni tavsiya qilaman sizga. Hozir o'zi ham aytib o'tadi. Dilorom opa, hozir qayerda bo'lyapti ishxonalaringiz? Hozir ikkita tarafda ishlayapmiz. Asosan metro Pionerskiy yonida, испытательный olti korpus birdaman. Oldingi ish joyimda ham ishlayapman. Международный metroning yonida, Turk ko'chasi. Adreslarni qoldiramiz albatta. Korpus birdaman. Kelinglar, yordam beramiz. Rahmat kelganingiz uchun. Bizni kafemiz har doimgidek kutib qolamiz. Assalomu alaykum do'stlar. Mana bugun biz do'stimiz yilning eng kuchli nominatsiyasining g'olibi Dilorom opam, tish doktori, samый лучший tish doktor SVda ishlaydi. Bemalol kelib murojaat qilsanglar ham bo'ladi. Chiroyli tishlarni Dilorom opam chiroyli qilib qo'yadi yanada. Rahmat, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar hammalar? Tinch omonmisizlar? Mana keldik Nodroxonning kafesiga. Maza qilib o'tirdik, o'ynadik, kuldik. Живая muzika, juda shirin ovqatlari. Maza qildik, kelinglar. Kelolmayotgandim, nasib bo'lsa yana kelamiz. Endi mana shu yerga sog' bo'linglar. Zamonraxon bilan mana yana uchrashib oldik. Mana keldik yana. Sog' bo'linglar. Ko'rishguncha. Rahmat, joningiz sog' bo'lsin. Albatta, har doim sizni yaxshi kutib olamiz inshaalloh. Rahmat, ko'rishguncha. Bizlar hammalaring kutib qolamiz va omad tilab qolamiz. Assalomu alaykum.